Mana do'stlar, pomidorlarimiz 3-maydagi holati va bizda 71 kunda pomidorimiz qizarishni boshladi. 71 kunlik holati. Bizda mana pomidorlar mana shunday yiriklikda bo'lmoqda. Birinchi qizarishlar boshlandi. Bitta qizarishni boshladi, pishdi. 71 kunda pishdi boshladi. Aslida bu kitobida 80-85 kunda pishib yetiladi deyilgan, lekin 71 kunda qizarib pomidorlarimiz qizarishni boshladi. Shunday holatda kalibrovkalari ham birinchi kistlari yaxshi. Birinchi kistlarda normalniy kalibrovka, yomon emas.